Shunday qilib, Dovul tegirmonchi o'g'liga musobaqada qatnashish uchun ruxsat bermadi. Dam olish kunni Qo'ziboyning makkasini tortib berishimiz kerak, deb turib oldi. Tangriberdini maktabga ham yubormay qo'ydi. Musobaqa boshlanishiga bir kun qolganda tepalikdagi tegirmonning eshigi oldiga kursicha qo'yib o'tirgan Dovul tegirmonchi pastlikdan bir bosib yuqorilab kelayotgan Shovqi muallimni ko'rib ensasi qotdi. "Obbo, ana dallolchilikka ham kelyapti", dedi u o'ziga o'zi. Endi bir soat boshni qotiradi. Dovul tegirmonchi o'zini ishi tig'iz odamdek ko'rsatish uchun ichkariga qarab baqirdi. "Tangir, siypalanmay bo'l tezroq. Bir tonna makkani qachon tortib bo'lamiz?" Muallim go'yo uning ovozini eshitmaganday, ishi tig'izligini sezmaganday xotirjam tutdi o'zini. Xuddi aylanib yurib kelib qolganday u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdi. Narx-navo, ekin-tikin, ob-havo, hatto o'riklar dovudcha bo'lgan payt birdan bo'rondek bostirib kelib, daraxtlarni qarsillatib sindirib, dovudchalarni to'kib ketadigan shamol haqida ham so'zlashib o'tirdi. Dovul tegirmonchining xayoli chalg'igandek bo'ldi. Bir mahal e'tibor bersa, muallim shaxmat haqida og'iz ko'pirtiryapti. Tegirmonchi qoshiq qovog'ini uyib, tikonlarini otmoqchi bo'lgan jayradek hurpayib oldi. Muallim o'zi eshitgan buyuk shaxmatchilar haqida bilganlariga ozgina qo'shib chatib, ko'pirtirib gapirarkan, ustalik bilan gap jilovini Tangriberdi tomon burib yubordi. Aytdiki, ajabmas bir kun kelib, mana shu jikkakkina bola sabab bo'lib, mana shu tog'lar orasidan do'ppidek qishloqning nomi butun dunyoga taralsa, balki keyinchalik shu yerga kelganda tegirmonchi chidab tura olmadi. "Sen meni boshimni aylantirma", deya muallimning gapini cho'rt kesdi u. "Qishloqda dunyo tanidi nima, tanimadi nima? Birov kelib qurbaqa bosgan qudug'imizga toza suv quyib beraymidi? Yo ulimni musobaqaga yuborganim uchun davlat menga 1 so'm beraymidi? Shohmotning ketidan kim boyib ketdi o'zi, kim? Qani ayt, kim boyidi? Bizda andi deb o'ylayotgan bo'lsang adashasan." Arifmetika muallim og'ringandek bo'ldi. O'rnidan qo'zg'olib ketishga chog'lanarkan, so'nggi chorani qo'llashga qaror qildi. Mabodo Tangir musobaqada g'olib bo'lib, hammadan zo'r chiqsa, pul berilishi ham mumkin. Dovul tegirmonchi gangib qoldi. "Yanglish eshitmadimmi?" degandek muallimga sinovchan nazar tashladi. So'ng gir aylanasi yog' qoqish asnosida o'zicha allanarsalarni o'yladi. Darrov xo'p desam o'lib turgan ekan deydi. Yana biroz oyoq tirasam balki ko'proq narsa bilib olarman. Shovqi muallim ham bu qishloqning odami emasmi? Tegirmonchining hiylasini allaqachon payqab ulgurgan, qancha ko'p yaltoqlansa suhbatdoshi o'zini taroziga solaverishini o'ylab qovog'ini soldi, ketishga chog'landi. Nihoyat tegirmonchining o'zi birinchi bo'lib gapirishga majbur bo'ldi. "Biz ming garillaganimiz bilan baribir omi odammiz. Men bolamni jo'natdim ham deylik. U yoqdagilar tag'in haligini o'zlari olib." Tegirmonchi ko'zlarini javdiratib muallimga boqdi. "Haqiqat bor aka hali", dedi lablarida istehzoli tabassum jilva qilayotgan muallim. "Haqiqatingni boshimga uramanmi? Men Diyirmonda o'ylayapman. Tangir u yoqqa ketsa, Diyirmon ishlamaydi. Xalq bug'doyini orqalab qayerga boradi? Menam endi qaridim. Avvalgidek kunu tun ishlashga yaramayman. Ishboyevga xo'p yalindim, bitta yordamchi ber deb, bermadi. Pulingiz bor, sizga yordamchi ne kerak deydi." Oxirgi gapni tegirmonchi atay o'zidan qo'shib aytdi. Muallim el ichida yurgan odam. Bu gapni darrov oyoqlatadi. Qarabsizki, Dovul tegirmonchiga pinhona tish qayrab yurganlar. Ular bor. 4 ta odamning biri albatta tegirmonchining dushmani hisoblanadi. Chapak chalib qolaverishadi. Aytishadiki, balki o'ylashar. Dovul Diyirmonchi anoyi emas. Allaqachon rais bilan ishini pishitib qo'yibdi. Endi Diyirmondan umidimizni uzsak bo'ladi. Tangir g'olib bo'lsa albatta pul bilan keladi.
Muallimning so'zlari tegirmonchining qulog'iga buloq suvini jildirashidek yoqimli eshitildi. Dam olish kuni Tangriberdi musobaqaga ketdi. Dovul tegirmonchining butun xayoli, fikri-zikri musobaqaga ketgan o'g'lida bo'lsa-da, ilhaq bo'lib uning yo'liga ko'z tikdi. Tegirmonchining maqsadi tegirmon talash-tortish bo'lib qolmasdan uni o'g'lining qo'liga topshirish edi. Vaqt vujud libosini eskirtiryapti. Soch-soqoli gard qo'nmasa ham oppoq bo'lib boryapti. Bugun bo'lmasa ertaga tish qayrab yurganlar otilib chiqishi yo imi-jimida Eshboyev bilan til biriktirib, jilovini qo'lidan olib qo'yishi mumkin. Lekin tegirmonchi bungacha kutib turmaydi. O'g'li maktabni tamomlashi bilan barcha rasm-rusumni ado etib, merosini egasiga topshiradi qo'yadi. Ana shunda tish qayraganlar ularning borligiga tegirmonchi shubha qilmasdi. Birov kelib yoqasiga yopishmagan bo'lsa-da, kimlardir qayerdadir unga qarshi fitna tayyorlayotgani aniq. Tishlarini qayragancha qolaverishadi. Tegirmonchilik ulug' martaba. Shuning ortidan 8 jon kavshanib turibdi axir. Xullas, shu kunni vaqt tushdan og'gach, tegirmonchining hafsalasi pir bo'la boshladi. Tegirmonchining bolasi-da go'r bo'larmidi degan xayol ko'klam osmonini qoplagan qora bulutday dardi dunyosini zimiston qilib yuborgan bo'lsa-da, ko'nglining tub-tubida mudrab yotgan chalajon umid ham ora-sira bosh ko'tarib qolardi. Bilaman, Xudo bu bolaning kuch-quvvatini miyasiga bergan. Ha demay, qo'yni qo'nji to'lib kelib qoladi. Dovul tegirmonchi siniqlik bilan iljayib qo'ydi. Tasavvurida o'g'li bir dunyo pul yoki televizorga o'xshash kattakon sovg'a bilan kirib kelayotgandek bo'laverdi. Darvoqe, televizor. Xuddi Eshonboyevnikiga o'xshash dilbuzar olish istagi tegirmonchining ko'nglida aynan o'sha Eshboyevning uyida qutiga o'xshash narsani ko'rgan kunidan keyin tug'ilgandi. Garchi Eshboyev xo'jaligini televizor bilan ta'minlashni bo'yniga olgan bo'lsa-da, garchi aytilgan muddatdan o'tib ketilgan bo'lsa-da, tegirmonchi baribir televizor kutib yashardi. Nazarida televizor bilan ta'minlab qoladigandek tuyulaverardi. Balki bu gap Eshboyevning esidan chiqqandir. Chunki o'shandan keyin u bundan boshqa va'dalarni ham berib yuborgan. Bir marta 2 kun ezib yoqqan yomg'irga dosh bera olmay qulab tushgan devorni qayta tiklash uchun poydevoriga tosh terayotganida yo'ldan o'tayotgan Vilis to'xtab, undan 200 xo'rozning tojiday qip-qizil Eshboyev tushib kulimsiragancha shu tomonga yurdi. Tegirmonchi hali og'zini ham ochgani yo'q edi. Hali bu uylaringiz o'rnida poydevori 1,5 metr keladigan haqiqiy koshona qurib beramiz, Dovulboy. Eshboyevning do'rdoq lablarining bir chetidan uchayotgan so'zlarni eshitgan tegirmonchi hushidan ketib qolay dedi. Undan sal oldinroq esa tegirmonchi hali o'g'lining qo'lini halollamagan edi. Erta dedi, indin dedi, chog'im kelsin dedi. Bir kun qarasaki, to'ng'ichi bu yoqda tursin, kenjatoy o'g'lining-da bo'yi cho'zilib qolibdi. Chamalab ko'rsa, chog'i hali ham kelmabdi. Shartta yuzini sidirib tashlab xo'jalik idorasiga bordi. Ming'irlab ahvolini tushuntira boshlagan ham ediki, Eshboyevning guldiragan ovozi gapini cho'rt kesdi. Qancha kerak? 10 ming, 20 ming yetadimi? Tegirmonchi o'ziga kelib olguncha javobni ham raisning o'zi qaytardi. Siz to'yni boshlayvering, xarajati bizdan. Shoshilinch to'y kuni belgilandi. Tegirmonchi raisning muruvvatidan bahramand bo'lish uchun idoraga borganida Eshboyevni zudlik bilan Toshkentga ketib qolganini eshitdi. Yordamchilar esa hech qanaqangi xarajat haqida gap bo'lganligini eslasha olmadi. To'yni bir amallab o'tkazdi. Lekin ko'nglida bir tugun qolgani yomon bo'ldi-da. Tugunki na uchi bor, na. Biroq ko'p o'tmasdan tugun o'z-o'zidan yechilib ketdi. O'sha kuni tegirmonchi tengdoshlari bilan kimningdir xudoyisiga kelayotgan edi. Vilisda o'tib ketayotgan rais ko'chani to'ldirib kelayotgan xalqning yonidan bepisand o'tib keta olmadi. Chog'i mashinani to'xtatdi. U Toshkentdan naq 1 oydan keyin
qaytgandi. Yuzidagi qizillik yanada tiniqlashgan, ko'rkamlashgan. U oyday to'lib, oyday kulib, saxiylik bilan o'zidan nurafshon shu'lalar taratib xalqqa peshvoz yurdi. Umidbaxsh so'zlarini o'ngu so'lga saxiylik bilan ulashdi. Nigohlari samimiyatni qarzga ulashayotgan bo'lsa-da, muomalasi samimiy edi. Ayniqsa dovul tegirmonchiga alohida lutf ko'rsatdi. Tegirmonchiga shuning o'zi kifoya qildi. Boshi uzra yorqin shu'la sochayotgan oyga tosh otishga botina olmadi. Eshboyev oyga o'xshab odamlarga yarqiroq tomoni bilan ko'rinardi. Qorong'u yorishmaydigan tomoniga esa shu paytgacha hech kimning ko'zi tushmagan. Mana endi tegirmonchiga ham Xudo ol qulim deydigan kun kelib qoldi-yu. Dovul tegirmonchi umrida ilk bor o'g'lini iqtidoriga yon bosdi. Bir mahal qiyalikda yugurgilab kelayotgan qiziga ko'zi tushgan tegirmonchi o'rnidan turib ketganini sezmay qoldi. "Ota, akam keldi. Birinchi o'rinni olibdi. 2 kundan keyin yana boraymish." Dovul tegirmonchi qaltirab ketdi. Tegirmonchining bolasi ham yurtga tanilibdi degan o'y yashin tezligida xayolidan o'tdi. Bir lahza, atigi bir daqiqa faxrlanish tuyg'usi yuragini qamrab oldi. Keyin tuyqusdan bir dunyo pul, televizor haqidagi orzusi esiga tushdi-yu, shosha-pisha engi boshini changini qoqa boshladi. "Sen deyirmonda o'tira tur. Bitta yarimta kep qolsa, aytgin, otam nasiyaga un tortmas ekan de. Ko'ngli bo'shlik qilmagin tag'in. Naq kuningni ko'rsataman-a." Tegirmonchi mushtini do'laytirdi. Hovliqqancha 2-3 qadam odimladi-yu, darhol iziga qaytdi. Gard qo'ngan siyrak kipriklarini pirpiratgancha qiziga yuzlandi. "Akangda qo'lida ubu bormidi?" Qiz yelka qisdi. "Bilmadim", deya javob berdi birozdan keyin. Uyga yaqinlashib qolganlarida muqovasiga zarhal harflar bilan yozilgan yorliqni ko'ksiga bosgancha ko'zlari yonib kelayotgan Tangriberdini Shavqi muallim yengidan tortib to'xtatdi. Bir zum taraddudlanib turdi-da, yigitni ozg'inligidan suzma xaltaday osilib turgan shimi cho'ntagiga nimadir solib qo'ydi. "Borgandan keyin otangga ber, quvonib qoladi." Tangriberdining nafaqat yuzidan, hatto ko'zlaridan, ichidan issiqlik chiqib ketdi. Kerakmas, deya xitob qildi u, ovozi qaltirab. Pulni olib egasini cho'ntagiga solib qo'ydi. "Otam o'zi sal shunaqa, pulni yaxshi ko'radi." "Axir qanday qilib, nima deysan?" "Hozirdan pul olib borishimga o'rgansa keyin nima bo'ladi?" Muallim pulni cho'ntagiga soldi, ammo ko'ngli g'ash bo'lib qoldi. Ko'chaga qaragan deraza oldida tik turgan Tangriberdi otasini hovliqib o'tib ketganini ko'rib ichidan zil ketdi. Kaltak zarbini his etgan vujudi jimirladi. Ammo otasi ro'paro kelganida rostini aytdi. "Birinchilikni oldim, ota. Lekin bir tiyin ham berishmadi. Bunaqa musobaqalarda pul to'lanmas ekan." "Qanaqasiga to'lanarkan?" Anqovlikka oldi ota o'zini. "Katta xalqaro turnirlarda. Nega o'sha kattasiga qatnashmading?" "Ota, axir..." Yigitcha qo'qqisdan yuziga tushgan tarsaki zarbidan devor yoniga uchib tushdi. Xiristday tegirmonchi baquvvat qo'llari bilan siltab o'g'lini o'rnidan turg'izdi-da, ikkinchi yuziga ham tarsaki tushirdi. "1 so'm bermasa, yeb yuribsanmi?" Eshik zarb bilan yopilganda uy devorlaridan tortib deraza romlarigacha zirillab ketdi. Shiftdan bir hovuch tuproq to'kildi. Dovul tegirmonchi tuproq ko'chani changitib yon-veriga ham qaramasdan g'izillab tegirmon tomon ketarkan, ichida ha deb Shavqi muallimni bo'ralatib so'kardi. "Meni qattiq ishontirib baribir aldadi. Endi mendan ko'radiganini." Oradan ko'p o'tmasdan otasini isitmasi tushib ulgurmay, Tangriberdi yana musobaqaga borish uchun ruxsat so'radi. Tegirmonchi miq etmadi. O'g'lini yuziga o'qrayib qarab qo'ydi-da, indamay uni qo'lidan yetaklab borib yerto'laga kiritdi. So'ng otning kallasiday qulfni yerto'la eshigiga osib qulflab qo'ydi. O'sha musobaqaga Tangriberdi bora olmadi. Biroq keyin yo'lini topdi. Musobaqa bo'ladigan kuni turli bahonalar bilan uydan chiqishning hadisini olib oldi. 10-sinfni tamomlaguncha u
rayon, oblast chempionligiga ko'tarildi. Bir qancha faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi, lekin birortasini ham na otasi, na onasiga ko'rsatdi. Keyin esa armiyaga ketib qoldi. Shundan keyin shaxmat degan balo dovul tegirmonchini oromini o'g'irlab, xayolini band etmay qo'ydi. Oilada xotirjamlik hukm sura boshladi.